Shayxontohur tumanidan siz uchun juda ham zo'r xonadonimizni bugun taqdim qilamiz. Ko'rayotgan xonalar ota-onalar uchun mo'ljallangan xona, o'zini manzarasini qaranglar. Shunday shaharimizga qarab turibdi, sentrda joylashgan, transportlari barcha narsasi bor. Nurafshon Avenue nomlaridan 11-qavatda joylashgan bo'lyapti. Lekin menga bu vid juda ham yoqdi, manzara, lokatsiyasi ham juda ham zo'r. 12 qavatli domimizdan 11-qavatidan bo'lyapti. Narxi keladigan bo'lsa $69,000, yana azgina sunnatiga o'tib beradigan joy bor. Bu bizning bitta mehmonxonamiz bo'ladi. Asosiy eshigimiz bu tarafda bo'lyapti va o'zini yuvinish xonalarini ham ichiga olgan holatda. Endi bu mehmonxonamizdan kirganimizda oshxonamiz bo'ladi. Oshxonani ham ko'rayotganinglardek kattagina kengina ustalarimiz ishlashayotgan ekan. Egalariga pul azgina zarur bo'lib qolganligi sababli sorochni faqat sotuvga qo'yilyapti. O'zi bu domimizda bizani sotuv bo'limining o'zida kvadrati $1000 dan deyishyapti. O'zimiz ham kirdik, gaplashdik, kvadrat haqiqatan ham $1000 dan ekan. Lekin sizlarga ko'rsatadigan xonadonimiz 11-qavatdan 62 kvadratli xonadonimiz yarimchali tayyor bo'lgan. Agar uy egalari bilan kelishsanglar, polniy podключ ham qilib berishar ekan, narxi kelishilgan holatda. Lekin shu turshida $69,000 baholayapmiz. Xonadonimiz juda ham zo'r, transportlari, bog'cha, maktab va yo'l yuzida joylashgan, shaharimizning shundoq ko'rinib turibdi, manzaralari juda ham zo'r ekan. Egalarni o'rni pastda qoldiramiz, bemalol telefonlashib, savdolashib shu ko'rgan xonadonlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Aytgancha, xonadonimizda 100% suvli polga ham ega, liftlar barchasi ishlab turibdi, juda ham zo'r xonadon.